Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochunimizda mavzusi orzularingiz amalga oshadimi? Shu haqlarda bilib olamiz. Istagan orzu niyatingiz, tilagingiz uchun niyat qilishingiz mumkin. Bular amalga oshadimi, yo'qmi ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Xo'sh. Birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz uchun orzulari amalga oshadimi? Bularni ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Bu yerda shunaqangi narsa chiqyaptiki, qandaydir bir katta qilgan orzungiz, kattagina bir maqsadingiz amalga oshmay qolgan ekan. Bu masala to'g'risi juda ham ko'p ko'ngil og'riqlari kechiribsiz ekan. Bu orzu balkida ish, boshqa narsa haqida bo'lmasligi mumkin. Shaxsiy hayot haqida bo'lishi mumkin. Sevgan insoningiz haqida ham bo'lgan bo'lishi mumkin ekanligi ko'rinyapti bu yerda. Lekin aytayaptiki, hamma narsani taqdir hukmiga, vaqt hukmiga tashlab qo'yishingizni tavsiya qilyapti deydi. Ba'zi insonlar juda ham ko'p nima deydi? Bu birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz sevgi, muhabbat, qadr, qiymat, oila, turmush, hayot haqidagi orzulari chilparchin bo'lgani ko'rinyapti. Lekin deyapti, hammasini vaqt hukmiga tashlab qo'ysangiz deyapti, vaqt o'tib deydi, hamma yaralar tuzaladi deydi. Sevgan va sevilgan inson bo'lasiz deyapti. Sizni qarshingizdagi inson deyapti, vaqti kelib hammasini tushunib yetadi va huzurli bir hayot sovg'a qiladi. Agarda lekin yo'llaring ayro tushib ketgan bo'lgan taqdirda ham deyapti, sizni sevib ardoqlab boshi ustiga qo'yib hamma orzularingizni amalga oshiradigan inson kirib kelishi ko'rinyapti. Agar boshqa bir mavzuda, shaxsiy hayot to'g'risida emas, boshqa bir mavzu haqidagi orzu tilaklaringiz bilan niyat qilib tanlagan bo'lsangiz bu kartani, aytayaptiki, amalga oshmay qopti vaqti bilan deydi, lekin vaqt hukmiga tashlab qo'ying deyapti. Asta sekinlik bilan deydi, bu orzularni amalga oshirish imkoniyati tug'iladi va bu orzularingizni amalga oshirish uchun atrofingizdagi sevimli insonlar albatta yordamchi va dastakchi bo'lishi ko'rinmoqda bu yerda. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun orzu tilaklari amalga oshadimi? Albatta amalga oshadi. Chunki dunyo butun imkoniyatlari sizni oyog'ingizning ostiga to'kyapti. To'g'ri deyapti. Ba'zi armonga aylanib qolgan orzularingiz ham bor deydi, lekin orqaga, o'tmishga qarab, o'tmish bilan bog'lanib qolmang. Kelajakka qarab, ko'rona tashlab, misol uchun qaysidir amalga oshmay qolgan orzungiz bo'lsa, amalga oshmay qolgan yangi orzular qilishni boshlang, yangi planlar qurishni boshlang, yangi hayot boshlang. Chunki dunyo o'zi sizga yaqin va kunlar ichkarisida deydi, hamma imkoniyatlaringizni oyog'ingizning ostiga to'shaydi deydi. Tiqilib qolgan har qanday ishlaringiz amalga oshadi. Bu karta tarotdagi eng omadli karta bo'lgani uchun ustiga boshqa karta ochmayman. Agar ustiga karta ochib qo'ysak, butun kelgan imkoniyatlari yo'lini yopib qo'yishi mumkin. Chunki karta bu energiya. Bu rezonans qonunlari bilan ishlaydigan energiya hisoblanadi. Dunyo imkoniyatlarini oyog'ingiz ostiga to'shayapti. Amalga oshmay qolgan narsalarni orqaga tashlang, yangi narsalar ustida ishlang, yangi orzular qiling. Bu xoh ish hayot haqida bo'lsin, xoh bu shaxsiy hayotingiz bo'lsin, xoh boshqa plan, programmalaringiz to'g'risidagi orzu hayollaringiz, boshqa rejalaringiz bo'lsin, hech qaysi birini farqi yo'q. Hammasini yaqin orada deydi, hattoki bir oy ichkarisida tiqilib qolgan, amalga oshmay qolgan hamma narsa amalga oshadi. Faqat yangitdan boshlang, hammasini yangi sahifadan boshlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.